og'aynilari tashlab ketganidan keyin, xiyonatga uchragandan keyin, atrofida hech kim qolmagandan keyin erkak kishini qiladigan nomer 1 ishi bu yo'qolib qolishda 5-6 yil o'zini ustida ishlab qaytib kelish. Uje hayot boshqacha, hayot tarzi boshqacha, finans boshqacha, tana boshqacha, fikrlash boshqacha. Uje ma'malaga qiziqish yo'q. Bularga bo'lgan interes 0%. Bularning yuzini ko'rasiz o'sha vaqtda. Qiziqadi sizga. Hayotingiz nima bo'ldi, nima yo'llardan o'tdingiz. Uje bularga tushuntirib berish yo'q. Uje bularga e'tibor berish yo'q. Mana shu haqiqiy nomer 1 yo'l. Og'aynilari tashlab ketganidan keyin, xiyonatga uchragandan keyin, atrofida hech kim qolmagandan keyin erkak kishini qiladigan nomer 1 ishi bu yo'qolib qolishda 5-6 yil o'zini ustida ishlab qaytib kelish. Uje hayot boshqacha, hayot tarzi boshqacha, finans boshqacha, tana boshqacha, fikrlash boshqacha. Uje ma'malaga qiziqish yo'q. Bularga bo'lgan interes 0%. Bularning yuzini ko'rasiz o'sha vaqtda. Qiziqadi sizga. Hayotingiz nima bo'ldi, nima yo'llardan o'tdingiz. Uje bularga tushuntirib berish yo'q. Uje bularga e'tibor berish yo'q. Mana shu haqiqiy nomer 1 yo'l.